Assalamu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndəki xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy Tangritog to'rining 5-oyning 8-kundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Aviasiya şirkəti 10 va 18 may kunlari ayrim holda Shanxay Pudongdan Sharq Turkistonning Qashqar shahriga uchadigan yangi navbatchi aeroplanlarni yo'l qo'ydi ekan. Xabarda deyilishicha, Shanxaydan bevosita Qashqarga uchadigan aeroplan yo'l qo'yilgandan keyin Shanxay va Qashqarning iqtisod, sud, sanoat, madaniyat, boshqa sohalardagi almashtirish va hamkorliklarga texnik qulayliklarni olib keldi ekan. Burun Shanxaydan Qashqarga uchadigan aeroplanlar Xi'an, Urumchi va boshqa joylarda almashib 8 soatdan 9 soatgacha vaqt sarf qilgan bo'lib, bu bevosita uchish liniyasi rasmiy safar boshlagandan keyin 2 soatdan 3 soatga qadar vaqt tejildi ekan. Xitoyning deyishicha, Shanxay va Qashqar o'rtasidagi safarning qisqarishi va doimligi Qashqarning sayohatchilarni jalb qilish kuchini texnik oshirib, Xitoy өлкәләрдән atalmış Şinjanга sayohat qilganlarga texnik yaxshi fursatlar yaratib berdi ekan. Xitoy xalq to'rining 8-maydagi xabar deyilishicha, 2024-yil 1-oydan hozirgacha O'rta Osiyolardan chegara olqib Sharq Turkistonga kelgan sayohatchilarning soni 869 ming odam qatimdan oshgan. Xalqaro sayohat kirimi 594 million dollar bo'lgan. Bu o'xshash mezgildagidan ayrim holda 420,49 va 353,77% oshgan. Xabarda deyilishicha, Sharq Turkiston chegarasidan kirib chiqadigan sayohatning kun sari moda bo'lishida kutib sabab Xitoy atalmış Şinjanning bir balvoq bir yo'l qurilish fursatidan foydalanib, Xitoy bilan Qozog'iston, O'zbekiston va boshqa davlatlar o'rtasida o'zaro viza kechirim qilish siyosatini yo'l qo'ygan. Shuning bilan birga Urumchidan O'rta Osiyo davlatlariga bevosita uchadigan aeroplanlarning qatim sonini ko'paytgan va boshqa foydali omillarni qo'llangan. Sharq Turkistonning qadimiy Ipak yo'li yadrolik rayoni o'rnidan foydalanib, Qozog'iston, O'zbekiston va boshqa O'rta Osiyo davlatlari bilan sayohat almashtirish va har turli hamkorliklarni izchil kuchaytgan. Xitoyning O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan turli hamkorligi Sharq Turkistonga kelgan sayohatchilarni o'ziga texnik jalb qilgan. Statistikada ko'rsatilishicha, bu yil kirgandan buyon O'rta Osiyo davlatlaridan Sharq Turkistonga kelgan sayohatchilarning soni ko'rinarli oshgan bo'lib, Qozog'iston 1-o'ringa o'tgan. Ish nisbati bo'lsa, o'xshash mezgildagidan 886,75% bo'lgan. Xabarlarimizni ko'rganlar rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.